$500 polni kelinlik sarpalarni qilsa bo'ladimi deb yozgandilar bitta klientimiz. Yo'q, $500 emas, $100 mana nimalar olsa bo'ladi. $100 plyusga mana shularni olsangiz bo'ladi. Birinchi shunaqa setka abador, juda ham chiroyli qizlar. Boni har xil ko'zlar bilan ishlaganman. Bunga moslab mana shunaqa juda ham chiroyli ziregi bor. Klientimizni qizil ko'ylaklari juda ham ko'pligi uchun ziregi bilan komplekt qilib yasab berdim. Buni uyga taqish uchun yasadim qizlar. Bu setka abadokni xohishingizga qarab yasab beramiz qizlar. Klientimiz student bo'lganlar uchun shunaqa abadok ham zakaz qilgandilar. Turban abadok. Bu o'qishga taqish uchun qizlar. Narxi 100 mingdan, ko'zlari hammasi original shisha ko'z. Uchinchi abadogimiz mana shunaqa patli abadok qizlar. Buni abayaga moslab yasadim. Xameleon ko'zlar nежный patladan ishlatdim. Ko'ylaklariga moslab buni otsifli ham qo'yganman. Instagramga kirib bemalol ko'rishinglar mumkin. Klientimiz o'zlari ko'ylaklari bilan birga kiyib tashlagan. Bu abadogimiz ham shunaqa juda ham chiroyli bejirim uslubda yasalgan qizlar. Menga ko'ylaklarni, rasmini, videolarini tashlagandilar. Men o'shanga qarab ilhomlanib yasadim. Mentol rang juda ham chiroyli, taqqanda ham juda ham asal turar ekan qizlar. Zолотистый цветdagi bu украшенияmizni yasash uchun 2 kun vaqtim ketdi. Yasash qiyin emas, просто ideya kelmadi. Keyin ko'ylaklarni kiyib tashlaganlardan keyin birdan o'zimga xayolimda keltirgan juletkalar uchun ishlatiladigan shu chig'anoqchadan abadok yasab ko'rdim qizlar. Juda ham chiroyli turar ekan, taqqanda ham bagati bo'lib turar ekan boshda. Sizlarga ham yoqdimi qizlar? Yoqqan bo'lsa kommentariyada yoqdi deb ketinglar. Narxini sizlarga yozib qoldiraman. Narxi bunaqa qimmat. Menga abadogimiz shunaqa yashil abadog, juda ham yorqin ranglardan foydalanganman. Rangi ham juda ham chiroyli, ko'ylaklariga moslab yasaganman. Mana qizlar upakovka qilib oldim. Keyingi ukrasheniyamizga o'tamiz qizlar. Zepa karton ko'ylakni oldiga taqishga milliy kiyimlar bilan juda ham chiroyli turadi qizlar. Narxi 45 mingdan. Shunaqa milliyroq uslubda bo'lishi uchun feruza rang toshdan foydalandim. Milliyligi bilinib tursin. Bu zepa kartonlar rangi o'zgarmaydi qizlar. Sizlardagi singlingiz yoki qarindoshlaringizga bersangiz ham bo'ladi hadya sifatida yoki sotib olsangiz ham bo'ladi. Keyingi ukrasheniyamiz Shahlo Alijonova taqqandan keyin trendga chiqqan mana shu taqinchoq. Buni narxi 90 ming qizlar. Rangi xohishinglarga qarab. Buni men novot rang qildim, chunki novot rang hamma narsa bilan ketaveradi. Kiyim tanlamaydi. Novot va oq rang eng hadavoy rang hisoblanadi. Mendan ko'p klientlarim so'raganda men ko'p novot bilan oq rangni tavsiya qilaman.